Bugun men bilan Xitoydan kelgan oyoq kiyimlarimni unboxing qilamiz. Orasida bitta-ikkita mayda chuddalar ham bo'ladi. Ularni ham birato'lasa ko'rsatib o'tib ketaman. Birinchisi shunaqa gladiator bosanoshka. O'z korobkasini ko'rib, kачествоsi ham yomon bo'lsa kerak deb o'yladim. Lekin kачествосiga вообще gap yo'q. Kiyayotganda esa ichida kabluki borligini ham bilib qoldim. Qasqiyotganimda kabluki borligini bilmaganim uchun bu menga zo'r syurpriz bo'ldi. Yog'imda turishi ham juda ham udobniligi uchun menga yoqdi. Keyin shunaqa remень ham zakaz qildim. Bitta narsani tushirib olmasam, bilasizlar, men bu men emasman. Menda shunaqa rangdagi remень bo'lmagani uchun menga juda ham yoqdi. Ikkinchisi men uchun yengillikman. Chunki bundan oldin zakaz qilganimda menga bu maykalar juda ham yoquvdi. Shunga bu safar boshqacha rangidan ham zakaz qilib ko'rdim. Ikkinchisi esa men o'ylaganimdan ancha mili bo'lib keldi. Yozda bazaviy futbolka juda ham ko'p kerak bo'ladi, o'shaning uchun bazaviy futbolka ham zakaz qilib qo'ydim. Buni ham kачествосiga вообще gap yo'q. Nihoyat yana oyoq kiyimlarga o'tamiz. Bitta korobkani ahvolini ko'rib, yana hech narsa kutmayapman. 5 sekund ichida reaksiyam necha marta o'zgarganini kommentariyada yozib qoldiringlar. Boshida ochib qaraganimda menga juda ham kattadek ko'rindi, lekin kiyib ko'rganimda razmerim prям idealniy tushdi. Legida shunaqa stelkasi bo'lgani uchun zoro yurganimda ham oyog'im og'rimasa kerak deb o'ylayapman. To'g'risini aytsam, bu noski slansalar bilan kiyish uchun, lekin nimaga zakaz qilganimni o'zim ham bilmayman. Va nihoyat men eng kutgan korobka вообще невредимый bo'lib kelgan. Bola boyagilarga qaraganda umuman hech narsa qilmagan. Birinchi hayron qolgan narsam bu kabluki juda ham kichkinaligi. Lekin kачествоsi yomonga o'xshamayapti deb o'ylagandim kiyib ko'rgunimcha. Kiyib bir qadam tashlaganimda kачествоsi yaxshi emasligini sirazu bildim. Думаю, kabluki juda ham yomon kачествоda. Chunki yurganda oyog'im liqillab ketyapti. Spesialni o'zimning uyimdagi kablukni ham kiyib ko'rdim. Ikkalasining razницasi juda ham katta. Oxirgi men eng kutgan oyoq kiyim menga umuman yoqmadi. Sizlarga qaysilar yoqqanini kommentariyada yozib qoldiringlar. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.